Bugun men sizlarga shu video orqali implant turlari va ularning qanaqa ustunligi yoki kamchiliklari bo'yicha qisqacha video qilib tushuntirib beraman. Bugungi kunda implant sistemasi va umumiy protezlashda ham juda ko'p ketma-ketliklar yoki farqlari mavjud. Qisqacha qilib aytadigan bo'lsam, implantda ham arzonlari, o'rta klass yoki premiumlari bor. Bularning farqlari nimada degan savol kelib chiqishi mumkin. Bu videoda sizga ma'lumot berib o'taman. Arzon implant sistemalari birinchi navbatda bu implant sistemalar hammaga ham to'g'ri kelmaydi. Hamma jag'larga, hamma yoshga yoki qo'shimcha kasalliklari bor insonlarga ham va qiyin situatsiyalarda, qiyin klinik holatlarda, ya'ni juda ham jag'lari torlash, ingichkalashib ketgan yoki 10-15 yil protez taqqan insonlarda ko'p holatlarda bu jinni sistemalarni o'zini o'sha qiladigan funksiyalari juda ham tor, ingichka suyaklarda bajara olmaydi. Sababi bu sistemalarda vintlarni yoki o'sha stenkalarning yuqaligi hisobiga bir martada o'sha bir kunning o'zida protezlash imkonini bermaydi. Chunki bizda har xil situatsiyalar bor. Klinik atrofiya yoki ekstremalniy atrofiyalarda jag'lar juda ham torayib ketgan, u joyda misol uchun suyak o'stirish kerak bo'lgan holatlar mavjud. O'shandan keyingina budjetli implantlarni qilib protezlash imkonini beradi. Lekin hozirgi kunda o'sha yaxshi implant sistemalar kirib kelganning hisobiga implantni tanasi yoki ingichkaligi bo'lgan taqdirda ham uni stenkasi qalin hisoblanadi. Hozirgi kunda insonlar juda ham tez tiklanishi, tish qo'ydirishni xohlashyapti. Misol uchun shu 5 kun ichida, 3 kun ichida yoki o'sha kunning o'zida ham tish bilan chiqib ketishni xohlashyapti. Sababi tishsizlikdan ko'pchilik charchagan, protezlar taqib, uni qiyinchiliklardan o'tgandan keyin hozirgi kun uchun eng yaxshi решение ingichka implantlar bilan bir kunning o'zida shablonlar yordamida implantlar o'rnatib, uni ustiga vaqtinchalik koronkalar qo'yish hozir eng yaxshi решение hisoblanadi. Buning uchun o'zini 4 hafta, 5 haftada постоянный koronka qo'yilishiga ham mos bo'lgan implant sistemalar yaratilgan. Odatda implantlar standart bo'ladi. Vintovoy implantlar, konusli implantlar. Bu implantlar suyakka qo'yilgandan keyin 3 oy, 2,5-3 oy davomida bitadi. Endi implantlar turlari ham har xil, boya aytganimdek, budjetli implantlar bor, premialniy implantlar bor va o'rta klass implantlar bor. Farqlari nimada desangiz, обычный implantlarni kutish davri ko'p. Buni 3 oy ham, 4 oy ham kutishingiz mumkin to'liq bitishi uchun. Chunki sababi yuzada. Yuza yaxshi обработка bo'lgan qo'shimcha plyonkalar bilan yoki qo'shimcha ionlar bilan boyitilgan bo'lsa, bu tezroq bitardi. Va bu yana bittasi, ikkinchisi o'rta klass yoki premialniy klasslarda metalning farqi. Implantga ishlatiladigan titan asosan ishlatiladi. Klassi 4-klass ishlatiladi va usti yaxshi обработка bo'lgan hisobiga tezroq bitadi. Premialniy va o'rta klass implantlarda shu обработкаlar qilingan va bitish sroki juda ham qisqa. 4 hafta, 5 haftada doimiy konstruksiyaga, ya'ni 1 oy, 1,5 oyda doimiy konstruksiya qo'ysa bo'ladi. Premialniy yoki o'rta klass implantlarda, lekin budjetli implantlarda bu narsaning imkoniyati yo'q. Yana farqi, budjetli implantlarni stenkalari yuqa bo'lgan hisobiga hamma zonada sizga muammoni hal qilib bermaydi. Kimdadir yosh o'tgan hisobiga suyaklar torayib ketgan, ingichkalashib ketgan, qo'shimcha kasalliklari bor insonlarda budjetli implantlar qalin bo'lgan hisobiga sizda agar butun jag'da tish bo'lmasa yoki buni sonini ko'paytirib bu muammoni hal qilsa bo'ladi. Ya'ni 6 ta bilan emas, 8 ta bilan ko'p implant ekish hisobiga. Premialniy yoki o'rta klass implantlarda ham stenkasi qalin bo'ladi, ingichka implant bo'lgan hisobiga ham tez bitadi va nagruska ko'tarishi ham budjetli implantlardan ustun bo'ladi. Ham sizga tez bitadi, mustahkam bo'ladi, долгосрочный bo'ladi. Arzon implantlar uchun budjetli implantlardan farqi ularni shunda hisoblanadi.